الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: bandaning birodariga yordami davom etar ekan, Alloh ham unga yordam berishda davom etadi. Yana dedilar: kim bir musulmonning aybini dunyoda yashirsa, Alloh uni dunyo va oxiratda aybini yashiradi. Alloh taoloning fazli bilan biz imkon qadar ko'chirilgan, musibatga uchragan va og'ir ahvoldagi birodarlarimizga yordam qo'lini cho'zishda davom etmoqdamiz. Bugun ham Allohning yordami bilan zarar ko'rgan, boshpanasiz bir oilaga yangi chodir o'rnatib berdik. Bu ish aziz birodarlarimizning sahiy va samimiy ihsonlari sababli amalga oshdi. Alloh ularga ulkan ajrlar ato etsin. Zurriyotlariga va mol dunyolariga baraka bersin hamda ularni eng go'zal mukofotlar bilan siylasin. O'zbek birodarlarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. نسيت الليالي وزهو النجوم وهمس العيون وقلب الرؤوم وأسميتني حانيا ذات يوم فما عاد يجدي عتاب ولوم. أنا من قطعت إليك العهود ورتبتها قد بذلت الجهود لنبقى سويا بدرب الخلود بفضل كريم رحيم ودود سأطوي حنينك بين الضلوع وقد كنت عندي حديث الخشوع أحن وأعرف أن لا رجوع فأرثي الوداع. نشكر شباب الأوزبك وكثر الله خيرهم، والله يكثر عليهم الخير ويرزقهم من حيث لا يحتسب.